Assalomu alaykum. Bugun sizlar bilan LeetCode'da birinchi masala TOSUM masalasini ishlaymiz. Bu masala juda o'zi easy kategoriyasida belgilangan, lekin juda ko'p marta uchraydigan, ayniqsa front-end developerlarga juda ko'p uchraydigan masalalardan bittasi. Chunki bu masalada meni o'zimning fikrimcha tricky joyi bor. Ya'ni любой developer birinchi ko'rganda birinchi ishlashni xohlaydigan yo'li bor. Aynan o'sha yo'lda ishlamasdan intervyuerlar kutgan yo'lni ishlashni talab qilinadi. Shuning uchun bu masala easy ko'ringani bilan tricky. Aynan buni qanaqa optimal ishlash yo'lini bilish kerak deb o'ylayman. Xo'p, masala bayoniga o'tsak, masalada bizda nums array berilgan va target qiymat berilgan bizda. Xo'p, nums array bizda array o'z nomi bilan aytadigan bo'lsak va mana shu arrayning ichida bizda ikkita son bor. Ikkita sonni qo'shsak bizga target qiymatni berish kerak. Misol uchun, mana bu holatda ikkita sonni qo'shadigan bo'lsak, shu arrayning ichidan ikkita sonni qo'shadigan bo'lsak, bizga mana bu 9 ni berish kerak bo'ladi. Ya'ni target raqamni berish kerak bo'ladi. Xo'p, aynan mana shu misolda bizda 2 bilan 7 9 beradi. Shuning uchun va biz xuddi mana shu 2 bilan 7 ni indekslarini qaytarishimiz kerak, qiymat emas. O'sha qiymatlar joylashgan indeksni arrayning ichidan qaytarishimiz kerak 0 bilan 1. Xo'p, masalada yana nima deydi? Masalada biz arrayni assume qilamiz. Arrayda aniq shu targetga yetadigan ikkita son mavjud qo'shsak, bu hech qachon mavjud bo'lmasdan kelmaydi array. Va bitta sonni 2 marta qayta ishlatmasligimiz kerak. Xohlagan o'rnida kelishi mumkin. Ya'ni 0 1 1 0 farqi yo'q. Xo'p, bu misolda ham mana ko'rishimiz mumkin. Bu yoqda ham nima bor? 2 bilan 4 6 ni beradi. O'shaning uchun birinchi 2 birinchi indeksda, 4 ikkinchi indeksda. Xo'p, bu masalada men o'ylagan chalg'itadigan usuli bu brute force usuli hisoblanadi. Ya'ni bizda 2, 7, 11 va 15 sonlari kelganda biz birdan o'ylaymiz. Xo'p, bitta loop ochib turib, ichidan yana bitta loop ochib turib, ya'ni nested loop ochib, biz ichki loopni, parent loopni, birinchi loopni id degan bo'lsak, ikkinchi loopni startini, boshlanishini i+1 dan boshlab, ya'ni bu sondan boshlab turib qo'shib ketishimiz mumkin. Ya'ni 2 ni 7 ga qo'shamiz va qo'shilgan natija 9 ga teng bo'ladimi yo'qmi o'shani tekshiramiz. Bu holatda birdan teng bo'ladi. Okey. Deylik teng bo'lmaydi deb hisoblaylik. 17 bo'lsin. Bizda target 17 bo'lsin. Target. Xo'p, keyin nima qilamiz? 2 ni 11 ga qo'shamiz, 2 ni 15 ga qo'shamiz va 2 ni 15 ga qo'shganimizda bizda 17 bo'ladi. Biz birinchi nested loopni ichida topganimiz bilan baribir time complexity'miz n kvadrat bo'ladi. Deylik, agar 7 ga 15 qo'shsak necha? 22. Agar 22 bo'ladigan bo'lsa bizda target 22 bo'ladigan bo'lsa, birinchi loopda topmagan bo'lamiz va 7 dan boshlab ketamiz. Chunki sababi biz 2 bilan 7 kombinatsiyasini allaqachon ko'rib chiqdik. Shuning uchun 7 bilan 11 ni qo'shamiz, 7 bilan 15 qo'shamiz va 22 bo'ladi. 22 ni topdik. Xo'p, javobimiz n kvadrat bo'ladi. Bu n kvadrat hech qanaqasiga bizni qoniqtirmaydigan javob hisoblanadi va bu javobni hech qachon intervyularda berishimiz kerak bo'lmaydi. Biz intervyuerlar kutadigan javob bu hashmapda ishlanadigan javob. Hashmap. Xo'p, hashmapda ishlanadigan javob. Hashmapda qanaqa qilib chiqaramiz buni? Birinchi qiladigan yo'limiz bizda yana xuddi o'sha array bo'lsa 2, 7, 11 va 15 qiymatlarimiz bo'lsa va bizda target raqam 9 ga teng bo'ladigan bo'lsa, biz nima qilamiz? Biz bitta loop yaratib olib, o'sha loopda har bitta qiymatni target raqamdan o'sha har bitta qiymatni ayiramiz. Birinchi loopda 2 ni ayiramiz. Bizda javob nechaga teng? 7 ga teng. 7 ni hashmapning ichidan qidiramiz. Hashmapdan qidirish operatsiyasi qanaqa time complexity da? Bu O of 1. Constant time complexity da. Shuning uchun hashmap zo'r bizda. Lekin birinchi loopda bizda hashmap yo'q. Hashmap nima? Hashmap biz JavaScriptda object qilib yaratib olishimiz mumkin. Boshqa tillarda dictionary bo'lishi mumkin yoki map data structure bo'lishi mumkin. JavaScriptda map bilan ishlatsak bo'ladi. Hammasi bir xil ishlaydi. Hashmaplar bu har qanaqangi key value
data structure bu yerda ish beradi. Key sifatida yangi hashmap ochib olamiz. Key sifatida birinchi shu operatsiyani bajaramiz, ya'ni target raqamdan hozirgi loopdagi raqamni ayiramiz va natijani bizda mana empty turibdi. Empty hashmapimiz turibdi. M belgilayman. Buning ichidan 7 ni qidiramiz. Bu empty of 1, empty bizda 7 yo'q va biz agar bo'lmasa nima qilamiz? 2 ni key sifatida yozamiz va uning indeksini biza indekslar shu holatda 2 3 uni indeksini value sifatida yozib ketamiz. Xo'p, keyin ikkinchi loopda nima qilamiz? Ikkinchi loopda bizda 7 bor. 9 ayiramiz 7. Bizda 2. Nima qilamiz endi? 2 ni qidiramiz mapning ichidan. Xo'p, 2 ni topdik of 1 operatsiyada, ya'ni constant holatda topdik 2 ni va topdik shu joyda to'xtatib biz 2 va 7 ni indekslarini jo'natamiz. Bu holatda bizda qiymatimiz 0 ga teng. Biz array qilib 0 ni bu qiymatni 2 kalit joylashgan qiymatni 2 kalitning kalit biriktirilgan qiymatni va 7 ni hozir biz haliyam biz mana shu loopda turibmiz. Hali mapga buni joylamadik. Loopda turibmiz va 7 ni indeksini qaytaramiz. Xo'p. Bu holat hashmap bilan ishlaydigan holatimiz bizga O of n time complexity beradi va space complexity'miz ham O of n bo'ladi. Sababi biz map ochamiz. Shuning uchun mapning uzunligi bu arrayni mapning kengligi uzunligi arraycha bo'ladi. Shuning uchun n space complexity. Xo'p, endi kodga o'tamiz. Xuddi mana shu yo'lni kodda ko'ramiz. Hashmap ishlab ko'ramiz. Buning uchun birinchi let map objekt yaratib olamiz. Biz buni bemalol JavaScriptdagi map data structure ni ishlatib ham yasasak bo'lar edi. Unda ancha osonroq ham bo'lar edi. Lekin objekt bilan ham bir xil bo'ladi. Objekt yoki Python dictionary'da ham xuddi shunaqa usulda ishlatib topishimiz mumkin bo'ladi. Hop. Loop qilib let I 0 dan boshlanib I nums uzunligigacha yurib I bitta o'zgaruvchi ochib olib target raqamdan ayiramiz hozirgi loopdagi qiymatni. Mana bu holatda 9 dan 2 ni ayiryapmiz. Bizda res 7 ga teng bo'lyapti. Endi xuddi shu 7 mapning ichida bor yoki yo'qligini tekshirib olishimiz kerak. If map res qilib tekshirsak bo'ladi, lekin agar bu yoqda bitta notomoni bor, agar kalitimiz 0 ga teng bo'ladigan bo'lsa, bu if conditionida false qiymat 0 bo'lganligi uchun bu yerda if statementning ichiga kirmaydi. O'shaning uchun biz JavaScriptdagi has own property metodini ishlatsak har qanaqa holatda o'tadi. Ya'ni shu mapni propertiesimi degan method hisoblanadi. Has own property res, ya'ni xuddi 7 mapning ichida kalit sifatida saqlangan bo'lsa va biz uni topsak mapning ichidan return qilamiz. Map res uni indeksi va ayni qaytarib yuboramiz. Agar topa olmasak, demak biz mapga xuddi shu hozirgi arraydagi qiymatni key sifatida va shu array indeksini mapning value sifatida saqlashimiz kerak bo'ladi. Map key yaratamiz. Nums I bu o'zi key bo'ldi, ya'ni bu birinchi loopda 2 key bo'ldi. Endi uni qiymat sifatida biz indeks berib olishimiz kerak. Indeks bizda I. Return empty. Ya'ni bu loopdan chiqib ketsa, shunchaki empty array qaytarib yuboramiz.
mana test case'lardan o'tdi, submit qilamiz. Voila.